Assalomu alaykum hammaga. Xullas, va nihoyat ishimiz ham oxiriga yetib kelyapti. Sababi ko'ryapsizlar, yangi qonunlar chiqdi. Ana 1-iyundan boshlab endi mana bu B kategoriya yurgan busik haydovchilari ham chip karta olish kerak, chip karta bilan haydash kerak. Endi bu mashinalarni prosta hayda olmaysiz. Bular ichiga ham xuddi furalarni ichiga qo'yganday chip karta qo'yiladi, ya'ni taxo qo'yiladi. Taxo bilan haydashga to'g'ri keladi soatbay. Endi bu albatta ish soatingiz yaxshi, lekin mana u menga o'xshagan yoki oddiy B kategoriya bilan ishlayotgan chip kartasi yo'q odamlarga bu yaxshi emas. Endi nasibda chip kartaga o'qish kerak, lekin ungacha hozir ishxonamdan hammani o'zi ishdan chiqaribdi ekan pashti. Endi biz hali kadensiyaga bo'lganimiz uchun bizlar ham endi chaqirib qo'ysa kerak mana shu haftalar ichiga. Bizlar ham nasib bo'lsa qaytamiz Polshaga, ya'ni Varshavaga, endi birorta shaharga borib joylashamiz, xudo xolasa. Boshqa ishga kirib turamiz vaqtinchalik, endi vaqtinchalikmi, postoyanligami ko'ramiz, ya'ni sharoitga qarab. Hozir shunaqa ma'lumotlar, ya'ni B kategoriya bilan endi siz bu ishga kira olmaysiz. Kimda chip kartasi bo'lsa, kod 95 bo'lsa, ya'ni oddiy kategoriya B kategoriyaga kod 95 kerak emas, lekin chip karta kerak bo'ladi, lekin mana unaqa 7 tonnalikdan katta mashinalarni haydayotgan bo'lsangiz, unga C kategoriya va kod 95 ham kerak bo'ladi. Bizlar firmaga hozircha odam olgani yo'q, lekin odam chiqarish boshlandi. Ana shunaqa gaplar. Yangiliklar bo'lsa xabar beraman.